Assalomu alaykum. Hormanglar, charchamasizlar. Hop, 3 kun bo'lgan bolalarimiz. To'rtta tug'ilgan, ikkita qop-qora, ikkita qizim. Endi oqaryaptilar. Quyonimiz to'rtta tug'ilgan, lekin birinchi marta ko'raman qop-qora tug'ilishini. Endi nasib qilgani. Mana quyonimiz, lekin yaxshi qaryapti. Suvini beramiz. Bolalari yaxshi, boshqa sog'lom. Suvini berdik. Endi hozir ovqatini beramiz. Ovqatini berib qo'ydik. Bolalar shu. Bu ikkinchi ona quyonimiz. Buni bolalar katta bo'lib qolgan. 30-aprelda tug'ilgan. Bugun 21-aprelmi? 20-aprel. Xullas. Katta bo'lib qolishgan. 20 kunlikdan o'tishdi. Sekin-sekin suv ichishyapti. Keyin yana ovqat ham sekin-sekin ermay qilishyapti bular. Doshiga mana bizdan qaranglar, emish qaranglar. Emishi ham qotirishadi bular. Ovqat yeyishi ham, o'ynashi ham qotirishadi. Bilmayman. 7 ta tug'di bittasi. Mana endi tashqariga chiqib qo'ygan ekan mushugim. Yeb qo'yibdi. Bilamayapti. Ben nasıl qilgan dedim. Mana chiqardi hammasi. Chiqardi, işte 6 ta qo'ygan hozir. Nasıl qilgani bo'ladi deydi. O'shanga o'xshab. Mana suvni beramiz. Bolalar ham qo'shilib suv ichyapti. Ovqatini beramiz. Ishgalchilar. Mana kirib olib, yotib olib emyapti. Kimga kerak bo'lsa sotiladi. Quyonimiz. Ko'ringlar. Like va podpiska bo'lib qolinglar. Kommentariyada o'zingizning fikringizni yozib qoldiringlar. Sog' bo'linglar, charchamanglar.